Tadbirkorlar shikoyati bilan virtual Mirziyoyev shug'ullanadi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarining xabariga ko'ra, bundan buyon tadbirkorlar joylarda o'zlarining qonuniy manfaatlari va haq-huquqlari buzilgan hamda hal etilmayotgan hollar bilan to'qnash kelgan taqdirda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali to'g'ridan-to'g'ri bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilishlari mumkin. Bundan tashqari Shavkat Mirziyoyevga telefon orqali yuborish ham mumkin shikoyatni. Har bir murojaat ro'yxatdan o'tkaziladi va nazoratga olinadi, deyiladi xabarda. Barcha yuborilgan murojaatlar bo'yicha tegishli choralar ko'riladi, takliflar esa tegishli vazirlik va idoralarning faoliyatida e'tiborga olinadi. Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini buzishda aybdor bo'lgan shaxslar javobgarlikka tortiladi. O'zbekistonda internetga ulanish sifatining pastligi va surunkali elektr energiyasi taqchilligi hisobga olinsa, tadbirkorlarning mahalliy hokimiyat va soliq idoralarining beboshligi ustidan qilgan arznomalari qachon va qayergacha yetib borishini faqat taxmin qilish mumkin. Boz ustiga o'zbek davlatchiligi an'analariga binoan davlat xodimi ustidan yozilgan shikoyat oxir-oqibat shikoyatchining o'ziga qarshi ishlatilishi ham mumkin. Shunday ekan, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining bu yangiligi bechora tadbirkor uchun xush xabarmi yoki shum xabarmi aniq aytish qiyin.